Jizzax viloyat sudi bilan hamkorlikda tashkil qilingan seminarda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchilari hamda uning quyi tizimlari surishtiruvchi va tergovchilari, viloyat prokuraturasi organlari tergov yo'nalishi bo'yicha bo'lim boshliqlari, tergovchilar, jinoyat sudlarida davlat ayblovini quvvatlovchi prokuror yordamchilari, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi surishtiruvchilari ishtirok etdilar. Tadbirda viloyat sudi sudyalari tomonidan O'zbekiston Respublikasining jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarini qayta ko'rish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining ayrim moddalariga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar xususida ma'lumotlar berildi. Tegishli sud hay'atlarida ajrimlarni qayta ko'rib chiqish, yangi ochilgan holatlar tufayli ish yuritishni qaytadan boshlash, sudning hukmi va ajrimi ustidan kassatsiya tartibida shikoyat berish, hukmlarni va ajrimlarni ijro ettirishdagi yangilik va o'zgarishlar tushuntirildi. Seminar mashg'uloti so'ngida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.